Assalomu alaykum ahli o'zbek, bormisiz omonmisiz? Sizlar bilan yana men Begali Boymatov va sizlar Uzbek Tales kanalidasiz. Sizlarni ko'rib turganimdan xursandmiz. Demak, ushbu sonimizda biz sizlarga Toshkent shahrida joylashgan eng arzon, eng zo'r, eng qulay 3 ta top hostelni sizlarga sanab o'tamiz. Uzbek Tales kanali reytingi bo'yicha 3 ta eng zo'r hostelni tomosha qilishga tayyor bo'lsangiz, qani ketdik. Demak, reytingimizni 3-o'rnida House for You mehmon uyi. Ushbu mehmon uyi Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumani Qorasuv dahasida joylashgan orientir restoran Sultan Sulaymon. Agar siz aynan o'sha taraflardan o'zingizga qulay va arzon joyni qidirayotgan bo'lsangiz, House for You aynan siz uchun eng zo'r tanlov bo'ladi. Demak, 3-o'rinda House for You. Ketdik. Nihoyat 2-o'ringa ham yetib keldik azizlar. 2-o'rinda esa Budget Hostel. Budget Hostel demak Toshkent shahridagi talabalar shaharchasida joylashgan, Olmazor tumaniga kiradi va Toshkentdagi eski shahar qismiga ham juda ham yaqin. Bu yerda siz eng qulay joylashuv, eng arzon narxlarni topasiz. Agar siz aynan talabalar shaharchasi atrofidan yashashga joy qidirayotgan bo'lsangiz, demak sizlar uchun eng zo'r tanlov bu Budget Hostel. Ko'ramiz. Va nihoyat 1-o'ringa ham yetib keldik. Demak, top 3 ta eng arzon, eng zo'r hostellar ro'yxatida 1-o'rinda Paradise Hostel. Paradise Hostel Toshkent shahrining shundoqqina qoq markazida joylashgan. Alisher Navoiy kutubxonasi orientir bo'lib hisoblanadi. Bu yerda nafaqat ajoyib lokatsiya, balki eng arzon narxlar ham sizni kutib turibdi. Demak, Paradise Hostel 1-o'rinda. Ketdik.
Demak, sizlarga ushbu videoda 3 ta eng arzon, eng zo'r, eng qulay sharoitlarga ega bo'lgan Toshkent shahridagi hostellarni namoyish etdik. Keyingi videolarda sizlarga Toshkent shahridagi eng arzon, eng zo'r restoranlar, mehmonxonalar va muzeylarni top 3, top 5, top 7 va top 10 taliklarini namoyish etamiz. Agar ushbu video sizga yoqqan bo'lsa, tugmachani bosib qo'yamiz, obuna bo'lamiz, izohlar qoldiramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sizlar bilan men Begaliboy Matov bo'ldim va sizlar Uzbek Tales kanalida bo'ldingiz. Ko'rishguncha xayr.